Nazarbek sanatoriyasida yo'lakcha mana bitib qoldi, hurmatli kuzatuvchilar. Birinchilar qatorida otaxonlari boshlab keldik. Mana bu yerda har xil gullar. Assalomu alaykum, kelinglar. Qanaqa sizlarga? Bog'imiz, yo'lakchamiz. Ochilib ketdi, yaxshi. Bu katta bog'lardan shunaqa qilinadi. Bizning kichkina bog'imiz mana shunaqa qilinyapti. Rahbarimizga rahmat. Shunaqa chiroyli damlar olish. Bu yoz paytida issiqda mana shu yo'lakchaga tosh qo'yiladi. Toshda oyoq yalang yuriladi. Ham massaj, ham issiq davolaydi. Ichkarida qilgan lichina bor. Bu ham davolash turining bir turi qo'shilyapti. Shunday. Obod bo'lsin. Qani İşlarimizga rivoj bersin, xonadonlarga katta pullar bersin, tasmimkorlarimizga rivoj bersin. Bundan keyin ham yaxshi pullar kelib, yaxshi damlar oladi. Alloh hammamizga qisqa bersin. rahmat. Mana shunday joylar.